Assalomu alaykum, hurmatli kuzatib boruvchilarimiz. Yana bir kunimiz Hindistonda mana akamiz Abjallal akam bilan hozir yana bir joyga keldik. Bularni muammolari bo'yicha, ya'ni mana jigar va jigar yo'li, ya'ni o't yo'li muammolari bo'yicha institutga keldik. Mana bu yerda hozir kirib so'radik. Bu yerda video qilish mumkin emas dedi. Mana shu joyda mana Abjallal akamga xudo xolasa jigar va o't yo'li bo'yicha muammosi bor ekan. O'shani protsedurasini o'tkazish uchun keldik. Mana shu yerda amaliy bizga yordam ko'rsatar ekan. Joyga keldik inshaalloh. Mana lekin bu institut hukumat idorasida juda qattiq nazorat qilar ekan. Shuning uchun video olish mumkin emas deyishdi. Biz ham imkon qadar harakat qildik, lekin yo'q deyishganiga akam bilan ko'chaga chiqib olib, mana gaplashib turibmiz. Xudo xolasa bu ham bir sizlar uchun ma'lumot o'rinda, mana shunaqa Hindistonda katta institut borligini va albatta bu qattiq nazorat ostida turishini aytib o'tmoqchiman. Albatta kuzatishda davom etinglar, sog' bo'linglar. Bunaqangi yaxshi ma'lumotlarni qo'yib borishga harakat qilamiz. Inshaalloh duoda bo'lib turinglar. Akam ham tez orada sog'ayib, sog' salomat O'zbekistonga qaytib borsinlar. Sog' bo'linglar. Kuzatishda davom etinglar. Albatta izohlarni kutib qolamiz. Assalomu alaykum endi. Qalaysiz aka? Siz yaxshimi? Siz yaxshi qolsin? Bu turar ekan, yo doktorlar ko'rib inshaalloh nima qilish kerakini aytadi. No remote. What? This remote. This You- bag remove, yeah, capping done. This year. Yeah. Oh. Pain, yes, pain. Pain. Little bit pain today. No little. Pain. Very big pain. Very big pain. Cold Go and poison. tell there. Go and tell there. Go Okay. and tell there. Hozir aytaman uni. Muammo yo'q. Kasalxonasi mana. Ko'rib turganinglar. O'zi olish mumkin emas ekan. Biz amallar bilan yo'lini qo'yib yotibmiz. Kuzatishda davom etinglar, like bosishni unutmanglar. Sog' bo'linglar.